To'g'risini ayting, PSJning yosh yulduzi Desire Douéning akasi borligini, bo'lib ham professional futbolchi ekanligini xuddi men kabi siz ham bilmagansiz. Kecha tunda Fransiya hamda Côte d'Ivoire terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tgan o'rtoqlik uchrashuvida kutilmaganda fransuzlar 2-1 hisobda mag'lub bo'lishdi. Aynan qiziq tarafi shundaki, ushbu uchrashuvda aka-uka duellar bor edi. Biri Fransiya safida zaxirada o'tirgan bo'lsa, yana biri Côte d'Ivoire safida bitta gol, bitta assist qayd etib, uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Bu Guala Doué. Desire Douéning akasi asli Côte d'Ivoirelik va Côte d'Ivoire terma jamoasi safida harakat qiladi. Fransiya Liga 1 safida Strasbourg Chelseaning o'ng qanot himoyachisi. Uchrashuvdan oldin ham uchrashuvdan keyin ham albatta aka-ukalar iliq munosabatda ko'rishdi. Aslida Afrikaning boshqa bir davlatidan bo'la turib, lekin kelajakda Fransiya terma jamoasida to'p surgan va to'p surayotgan futbolchilar juda ko'p. Deyarli Fransiyaning to'liq tarkibi afrikalik futbolchilardan tashkil topgan. Meni qiziqtirayotgan savol shundaki, nega ular Fransiya terma jamoasida to'p suradi? Nega o'z mamlakati sharafini himoya qilmaydi? Aynan mana shu savolga javob sizda bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Ushbu videoni esa aka-uka futbol tanishliklariga va futbolsevar IQ darajasi o'ta kuchli futbolshunos tanishingizga yuborib qo'ying.